Doomsday syomkalari rasmiy ravishda yakunlandi va bu bilan internetda insayderlar va mishmishlar portladi. Hamma endi bitta savol: filmda nimalar bo'ladi? Oradan ko'p o'tmay Robert Downey o'z sahifasiga bir video joyladi. Videoda komiks sahnasi ko'rinib qoldi. Bu Temur odam va Doktor Doomning afsonaviy jangi edi. Bu komiks aslida 2008-yilda chiqqan Iron Man Legacy of Doom deb nomlanadi. Hikoya shundan boshlanadi. Temur odam va Doomning vaqti o'tib, Qirol Artur davriga tushib qoladi. Ular avvaliga dushman sifatida to'qnashadi. Keyin esa majburan bir tomonga o'tishadi. Texnologiya va sehr bir sahnada bo'ladi. Eng ko'p tarqalayotgan insayder gaplardan biri esa Doomning sevgisi Vanda bo'lgani haqida. Bu holat komikslarda ham tilga olingan. Ular o'tmishda bir-biriga yaqin bo'lgan. Endi esa mishmishlarga ko'ra ular filmda birlashishi mumkin. Agar Vanda va Doom birlashsa, bu Marvel olamidagi eng xavfli kuch ittifoqi bo'lishi ham mumkin. Temur odam va Doom o'tmishda jang qilsa kim g'olib bo'ladi? Vanda esa kim tomonda bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.